34 kunda menga 11 million foyda olib kelgan tovar haqida bo'lishmoqchiman. Eng qizig'i esa u hali sotuvga chiqishga ham ulgurmagandi. Bir kuni Xitoydan tovarlarim keldi, ya'ni u yerda katta partiyada tovar bor edi, ya'ni uyimiz kichkinaligi uchun men uni podyezdga joylashtirdim. Podyezdga joylashtirayotganimda juda ko'p qo'shnilarim nima bu, ichida nima bor deb so'rashdi, lekin aynan bittasi qiziqib o'sha joyda o'zida ochtirib, mendan ma'lumotlar olib bitta korsetimni olib ketdi. Ya'ni u qanaqa korset edi? U korset tug'ruqdan keyin, ya'ni qornimiz ochilib qolishini ketkazadigan va shu bilan birga belimizni chiroyli mana shunaqa qumsoat ko'rinishiga keltirib qo'yadigan korsetlardan biri edi. Korsetni ham men birinchi o'zimda sinab ko'rib, keyin sotuvga olib kelgan edim. U yerda juda ham ko'p. Aynan shu yerda qo'shnim mendan bitta so'radi va pulini kechga olib chiqib beraman deb mendan bitta dona razmeriga moslab korset olib ketdilar. Rostini aytsam, buni oddiy holat deb o'ylagandim. Eng qizig'ini bilasizmi? Bir oy o'tar o'tmas o'sha qo'shnim yana chiqdilar. Lekin bu safar nimaga chiqqanlarini men o'zim ham kutmagandim, chunki mendan bitta korset olib ketib, yana kelib 40 ta, rovna 40 dona korset olib ketdilar. Har xil o'sha razmerda bo'lganlar. Men hayron bo'lib, nega buncha ko'p korset olyapsiz, nimaga deb savol berganimda, birinchi o'zimdan sinab ko'rib, keyin qo'shnilarga ham, qarindoshlarimga ham aytgan edim, ular ham zakaz berib yuborishdi dedilar. Men u narsaga vobshe hayron qoldim. Qizig'i, bu tovarni men hali hech qayerga sotuvga chiqarmagandim. Nimaga deganda, ko'z operatsiyamni o'tkazdim, o'shaning uchun men tiklanish davrida edim, bunga vaqtim yo'q edi. Va men shu yerda bitta narsani tushundim, aslida yaxshi tovar o'zini o'zi reklama qilish xususiyatiga ega ekan.